Green Card'da javoblarni tekshirishni o'rganamiz bugun. Buning uchun gvprogramstate.go degan saytga kirib olamiz. Bizda shunaqa stranitsa paydo bo'ladi, hozir chiqadi. Mana chiqdi. Birinchisiga confirmation nomerimizni yozamiz. Men yozib qo'ydim. Ikkinchisiga familiyamizni o'zini yozamiz. Uni ham yozib qo'ydim. Uchinchisiga qachon tug'ilganimizni yozamiz. To'rtinchisiga shu rasmdagi kodni yozamiz. Masalan, shu yerga. Aytyapti 6E84 Shuni yozsak bo'ladi. 6E84 va submit tugmasini bosamiz. Bizda javoblar kelib chiqadi. Agar Green Cardda yutib chiqolmagan bo'lsak, qabul qilinmagan bo'lsak, has not been selected degan yozuv chiqadi. Yutgan bo'lsak, o'zinglar tushunib yetasizlar, u boshqacha emas, o'zaveradi. Salomat bo'linglar.